O'zbekiston aeroportida O'zbekiston bojxonasi 8,5 tonnalik narkotik moddasini ushladi. Narkojinoyatchilik sodir qilgan shaxslarning har 3tasidan bittasi yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar hisoblanadi. Hozirgi kunda stimullovchi, ya'ni iste'mol qilgandan keyin insonni ham ruhiyatini, ham jismoniy holatini faollashtirib yuboruvchi ta'sirga ega bo'lgan narkotiklar ommaviylashib ketyapti. Narkojinoyatchilik bilan bog'liq statistika yildan yilga oshib boryapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim shtatlarini oladigan bo'lsak, giyohvand moddalarning ayrimlari iste'moli ruxsat etilgan, ayrim ma'lum bir miqdorlarda, dozalarda. Vaqtida odamlarda shu stereotiplarni yo'qotish uchun nima ishlar qilgansizlar? Tamaki mahsulotini qonuniy aylanmasi iqtisodiyotda asosiy ulushni tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan bular 20-30 barobar tabiiy giyohvand moddalardan kuchliroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Erkin O'zbekiston podkastida siz bilan Anora Sodiq. Bundan roppa-rosa 2 yil avval O'zbekiston ommaviy axborot vositalari sensatsion bir axborotni tarqatdi. Ya'ni O'zbekiston aeroportida O'zbekiston bojxonasi 8,5 tonnalik narkotik moddasini ushladi. Va shundan keyin bu haqda umuman ma'lumotlar berilmadi. Kim O'zbekistonga 8,5 tonna narkotikni olib kirishga uringan, u sud bo'ldimi, unga qanday jazo tayinlangani haqida biz bilmaymiz. Ammo bizda shunday taassurot borki, O'zbekistonda 8,5 tonna narkotik ushlandimi, O'zbekistonda qaysidir ma'noda giyohvandlik moddalarini iste'moli kuchaygan bo'lishi mumkin. Biz qaysidir ma'noda giyohvandlik moddalarini tranzit bir davlatiga aylanganmizmi degan savollar paydo bo'ldi. Mana shu giyohvandlik moddalari aylanmasi qay darajada, uni iste'moli, unga kurashish qay darajadaligini bilish uchun mehmonlarni taklif etganmiz. Hozir ko'proq yoshlar orasidami, ayollar, erkaklar shu bo'yicha ma'lumot. Demak, to'g'ri, hozirgi kunda ushbu narkojinoyatchilik sodir qilgan shaxslarning har 3tasidan bittasi yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar hisoblanadi. Bu degani shu narkojinoyat sodir qilgan shaxslarning 33% yoshlar hisoblanadi. Endi qayerda yoshlar ko'p? Qayerda jips? Albatta Toshkent shahrida. Qayerda aholi ko'p? Bizda asosiy aholi masalan ko'p, vodiyda aholi ko'p, aholi soni ko'p. Toshkent shahrida yoshlar soni ko'p. Nega? Oliy ta'lim muassasalari ko'pchiligi Toshkent shahrida joylashgan. Shu nuqtai nazardan masalan Toshkent shahri va vodiy viloyatlarida nisbatan qolgan viloyatlarga nisbatan ko'proq deb aytsak bo'ladi. Hozir qaysi turi narkotikga ko'proq, misol qo'polroq aytganda modada ko'proq odamlarga sotib olishi oson, yoshlarga va ko'proq iste'mol qilishadi? Birinchi an'anaviy narkotiklar tabiiy narkotiklardan sintetik narkotiklarga o'tdi. Sintetik narkotiklarga o'tdi va bunda to'liq sintetikaga o'tilgan, ya'ni endi ishlab chiqarishi ham o'zgardi. Ishlab chiqarishda oldin o'sha daladan, o'simlikdan olingan bo'lsa, endi narkolaboratoriyalar aniqlab boshlandi. Respublika hududida, aynan hududida ishlab chiqarilayotgan. Bir narsani alohida ta'kidlardimki, ushbu sintetik narkotik vositalarni narkolaboratoriyada ishlab chiqarish uchun olib kelinadigan har xil moddalar alohida olib kelinsa, ular mumkin ikki maqsadli tovarlar hisoblanadi. Masalan, ayrimlar sanoatda qo'llaniladi, ayrimlar oziq-ovqatda qo'llanilishi mumkin, oziq-ovqat ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin. Ularni alohida olib kelib, respublika hududiga alohida ravishda olib kelib, narkolaboratoriyalarni tashkil qilganda ham o'sha nimalarni qo'lbola usulda, ya'ni professional uskunalardan foydalangan holatda emas, qo'lbola usulda va umuman masalan kimyoviy o'sha talablarga javob bermagan holatda ishlab chiqarish rivojlangan. Endi bu narsa rivojlangandan keyin nimaga olib keladi? Chegarada xavf yo'qoldi ular uchun. Chegarada transport xarajatlari kamayadi. Ichkariga olib kirgandan keyin albatta va to'liq kimyoviy moddalardan tashkil topgandan keyin bu narxiga ta'sir qildi, ya'ni narx arzonlashdi. Narx arzonlashib, ham bir tomondan narx arzonlashib, ham ikkinchi tomonidan iste'mol qilish usullarini osonlashtirgan holda shu yoshlarga yetkazib berish. Endi eng asosiy joyi bu yetkazish mexanizmi. Yetkazish mexanizmi oldinlari o'sha aynan bir nuqta belgilanib, u nuqtada sotuvchi bo'lib, o'sha sotuvchiga naqd pulni berib, o'shandan olib ketilgan bo'lsa, bugungi kunda bu narsa aytishimiz mumkinki deyarli kibermakonga ko'chdi. Ya'ni Telegram
Telegram ijtimoiy tarmoqlari yoki Darknet orqali bu narsa sotuvlar amalga oshirilmoqda. Mana shu ma'lumotga qo'shimcha. Qo'shimcha qilib, siz ham ma'lumot bersangiz, misol uchun sun'iyga o'tdi dedilar. Ular qanchalik xavfliroq, ya'ni oldingi tabiiy bo'lgan, tabiiy, lekin baribir to'g'ri yomon, qora dori, giyohvand, boshqa moddalardan sun'iylar qanchalik zarar, qanchalik yomon va uni sezib olish mumkinmi? Biz seza olamizmi, misol uchun atrofimizda kimdir buni iste'mol qilgan bo'lsa? Xo'p, endi qarang, birinchi navbatda sintetik narkotiklar deyiladi, ya'ni ma'lum bir kimyoviy reaksiyalar natijasida olinadigan giyohvand moddalar. Bu uchun mana Jonibek aytib o'tdilar, bu maqsadda prekursor moddalardan foydalaniladi. Ushbu giyohvand vositalarni laboratoriya sharoitida sintez qilinadigan moddalarni prekursorlar deyiladi. Bularni tan narxi ham juda ham arzon. Chunki arzimagan. Arzon qancha shuni ham? Endi shaxsan menda bunaqa ma'lumot yo'q. Masalan, o'sha giyohvand modda iste'mol qiluvchilar tamaki bilan deyarli bir xil desak ham bo'ladi, biroz undan qimmatroq. Bizga o'sha bemorlarni berayotgan ma'lumotlariga ko'ra, keyin buni tarqatish usuli ham juda oson. Misol o'sha hammamiz uchun hozir menimcha aholi orasida bu yengillik bo'lmasa kerak, bu oddiy o'sha zakladkalar orqali, Telegram kanallari va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalyapti. Xo'p, endi tabiiy deganda ham biz hozir ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar bu tabiiy ekan, demak bu tabiatdan o'zi berilgan ekan degan noto'g'ri fikrga ham kelib qolishlari mumkin. Har bitta tabiiy o'simlikni tarkibida o'sha giyohvand modda saqlanadi. Giyohvand modda bor. Masalan, yo'q, o'sha giyohvand modda misol uchun tabiiy degani nimada? Buni laboratoriya sharoitida emas, ayrim o'sha giyohvand o'simligidan ichidagi kimyoviy moddasini ajratib olinadi. Tushuntira oldimmi? Sintetik narkotiklarda tabiiy o'simlikdan emas, uni umuman boshqa moddalardan sintez qilib olinadi. Tabiiy giyohvand moddalar, bular o'simlikda o'sgani bilan, lekin uni tarkibida kimyoviy moddasi bor, giyohvand ta'sir qiluvchi moddasi bor. Ana uni undan ajratib olishadi. Bu ham demak o'sha giyoh bu tabiiy bo'lsa, demak tabiiy narsani inson organizmi uchun ziyoni yo'q degan narsa emas. Aynan uni tarkibidagi bir xilda zarar. Albatta, lekin sintetik kuchli emasmi tabiiy? Sintetik 20-30 barobar kuchli bo'ladi. Nimaga? Chunki mana tasavvur qiling, aytaylik 1 gram tabiiy giyohvand moddani ajratib olish uchun bir necha kilogramm tabiiy xomashyo, ya'ni o'sha o'simlik, aytaylik ko'knor yoki bo'lmasam kannabis o'simligini ishlatilishi kerak. Endi 1 gram sintetik narkotik uchun ana oling 2 gram boshqa prekursor kimyoviy vositadan foydalanish mumkin. Misol uchun nima endi taqqoslash uchun. Shu nuqtai nazardan bular 20-30 barobar tabiiy giyohvand moddalardan kuchliroq bo'ladi. Va zarari ham o'ziga yarasha va qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik zararliroq bo'ladi. Bu bitta masala. Ikkinchi masala, bizda qaysi boya savolingizga men aytmoqchiman, qo'shimcha javob qilib, qaysi regionda, aytaylik, respublikamizda qayerda o'chog'i bor yoki boshqa dedingiz. Bu bunaqa ko'rsatkichlar bilan baholanmaydi. Bu narsa qaysi regionda ko'proq tarqalganlik ko'rsatkichi bilan baholanadi. Misol uchun, aytaylik, qaysi viloyatda, qaysi shaharda shunga berilib qoluvchilar soni ko'proq, tarqalganligi mana shu raqamlar bilan o'lchanadi. Albatta, Toshkent shahri bu eng zich, aholi juda ham zich bo'lgan. Bu bitta misol omili. Ikkinchidan, ko'p millatliligi bo'yicha ham Toshkent shahri bu boshqa shaharlardan, boshqa viloyatlardan birinchi o'rinda turadi. Undan tashqari sivilizatsiya markazi ham poytaxt hisoblanadi. Shu uchun nafaqat bizning davlatimizda, qolaversa butun dunyoda birinchi bo'lib biror bir nimani tarqalishi, masalan mana bu giyohvand moddasini ham deb oladigan bo'lsak, bu albatta har doim sivilizatsiya markazidan, poytaxtdan boshlanib, keyin sekin-asta regionlarga tarqaladigan narsa. Shu uchun ham albatta agar tarqalganlik bo'yicha baholaydigan bo'lsak, Toshkent shahrida boshqa joylardan ko'ra ko'rsatkichda yuqoriroq. Hattoki
albatta endi yoshlarni ulushini ham hisoblaydigan bo'lsak, aholi orasida albatta Toshkent shahridagi aholini zichligi boshqa joylardan yuqori bo'lgani uchun yoshlarni ham ulushi albatta o'z-o'zidan avtomatik ravishda yuqoriligi kelib chiqadi. Endi qaysi yoshlar deydigan bo'lsak, mana aytaylik, mana shu Jonibek aytganlaridek pandemiya davriga qadar bizdagi rasmiy statistik ko'rsatkichlarga qaraganimizda 46-60 yosh orasidagi ro'yxatda turgan bemorlar soni boshqa yoshlarga nisbatan juda ham ko'p marotabalab yuqori edi. Lekin mana shundan keyin, ayniqsa oxirgi bir 2 yil ichida bu ko'rsatkich hali ham yuqoriligicha bo'lib turibdi. Lekin giyohvandlikka berilib qolayotganlar safiga kirib ketib, yangi qo'shilayotganlarni yoshi ancha yosh. Misol uchun shu 25-30 yosh oralig'ini tashkil qilyapti. Yangi kirib kelayotgan. Maktab o'quvchilarining orasida ham afsuski bor. Bu nima desam ekan, kamdan kam uchrayotgan holatda afsuski bor. Buni yo'q deb inkor etsak bo'lmaydi. Bularni yoshi maktab o'quvchisi bo'lgani bilan yuqori sinf o'quvchilari, masalan 10-11-sinf, bularning yoshi eng yoshi hozirgi kunda respublikamizda 16 yosh, 17 yoshni tashkil qilyapti. 18 yoshgacha rasmiy o'sha ilmiy ko'rsatkichlar bo'yicha 0 yoshdan 18 yoshgacha bu bolalik yoshi hisoblanadi. Endi mana bu 16-17 yashar, bu o'smir bo'lgani bilan baribir bolalar toifasiga kiradigan yosh bu. Va uni aniqlash, mana sintetik hozir ko'proq dedingiz, sintetik giyohvandlik moddasini iste'mol qilgan odamning holati qanday bo'ladi? Uni aniqlash mumkinmi yoki davolash qanaqa? Hozirgi kunda avvallari bir necha 5-6 yil avval qora bozorda asosiy talab bo'layotgan giyohvand modda bular OP guruhiga mansub bo'lgan giyohvand moddalar edi. Aynan masalan o'sha heroin yoki bo'lmasam aytaylik qora dori, ko'knori va shunga o'xshagan boshqa bir OP guruhiga mansub bo'lgan giyohvand moddalar edi. Lekin oxirgi 3-4 yildan beri bu o'sha biz aytayotgan opioid giyohvand moddalarga talab tobora kamayib boryapti. Butun dunyoda, shu bilan birga bizda ham afsuski hozirgi kunda stimullovchi, ya'ni iste'mol qilgandan keyin insonni ham ruhiyatini, ham jismoniy holatini faollashtirib yuboruvchi ta'sirga ega bo'lgan narkotiklar ommaviylashib ketyapti. Endi iste'molchilarga ko'proq uni iste'mol qilib olgandan keyin tili yechilib ketadi, muloqotga kirishib ketadi. Ularda subyektiv ravishda albatta ularni o'zini tasavvurida, hissiyotida juda ham kuch-quvvatga to'lib ketganlik. Tog'ni urib talqon ham qilib tashlaydigan darajada, charchoq nimaligini bilmaydigan, fikrlash qobiliyati tezlashgan, ijodga berilib ketgan. Misol uchun, xullas, atrofdagilar uni ko'rsa, u aynan shu ushbu giyohvand moddani ta'sirida atrofdagilarga uni xulq-atvori ham ma'qul bo'ladi. Birinchi navbatda ota-onasiga. Tasavvur qiling. Ko'paygan odamdek ko'rinadimi? Mana xushchaqchaq, kayfiyat zo'r. O'zini 100% sog'lom his qilyapti. Mana hozir masalan men sizga kayfiyatim zo'r bo'lib, har xil komplimentlar qilsam, qanaqa go'zalsiz, chiroyli kiyinibsiz, juda ham muomalangiz shirin ekan desam, siz menga nisbatan bu narkotikni ta'sirida mast holatda demaysiz. U juda ham xushmuomala, madaniyatli, bir qanaqadir kirishimli inson ekan deb baho berasiz. Uni ustak men misol uchun o'zimdan o'zim sizga bir hadiyalar berishni boshlayman. Tushunyapsizmi? Bu birinchi navbatda ota-onalarga nisbatan bo'ladi. Ya'ni farzandlari o'zidan o'zi avvalgiga nisbatan o'ta mehribon, hech narsani ayamaydigan, qo'lini quruq kirib kelmaydi uyiga. Bir narsani ko'tarib, mana onajon, mana otajon, keyin mana men ko'rdingizmi, bugun shunaqa ishlarni bajardim, shu narsalarni uddasidan chiqdim deb shunaqa gaplarni aytgandan keyin ota-ona, bir bolam yaxshi bo'lib qopti, yaxshi tomonga o'zgaribdi deb boshida shunaqa fikrga ham kelishadi. Tushuntira oldimmi? Avvallari oldingi giyohvand moddalarga o'xshab uni iste'mol qilgandan keyin, masalan, bangiga o'xshab bir ko'zlari suzilib, tillari aylanmay, mas odamdek gandir-gundir qilib, qanaqadir bir uxlab qolayotgandek yoki osilib qolgandek holat emas-da hozirgi giyohvand moddalar. Hozirgi giyohvand moddalar faollashtirib yuborib yuboradi. Boradi, qanaqadir ishlarni bitirib keladi. Oldinlari kirisha olmayotgan odamlar bilan muloqotlarga kirishib keladi. Kelishuvlarga erishib keladi. Yana qanaqadir oddiy bo'lsa ham, lekin bir
maqsadlarini ham amalga oshirib keladi shunaqa narsa. Hozir menimcha auditoriyaga maqtab yubordingiz xuddi. Maqtab yuborganim yo'q. Men aytmoqchi bo'layotganim bo'lib yordam berayotgandi. Yordam emas, bu Keyin doim shunaqa lekin bitta narsasi bor. Bu holatni samarasi nolga teng. Ya'ni ularni faoliyati besamara bo'ladi. Misol. Bu bor yo'g'i tashqaridan ularni kuzatgan odam bunday qaraganda birinchi marotaba bunaqa holatni ko'rsa, bu giyohvand moddadan mast holatda degan fikrga umuman kelmaydi. Men shuni odamlar hozirgi o'sha ota-onalar bilmay qolishyapti. Giyohvand modda ular giyohvand modda iste'mol qilayotganini payqamayapti. Aksincha buni ijobiy tomondan baholashyapti deb men o'shanga urg'u qaratyapman. Bu holat ular uchun yaxshi ekan yoki inson uchun yaxshi ekan demoqchi emasman. Yana bitta tomoni bor. Yo'q, albatta bu giyohvand moddalar ma'lum bir soat ichida ta'sir qiladi. Ta'siri tugagandan keyin misol uchun aytaylik, men hozir nomini aytmay qo'ya qolay, ayrim giyohvand modda 15, 20, uzog'i bilan 30 daqiqa davom etadi. Ana shu 20-30 daqiqadan keyin u yana qaytadan iste'mol qilish kerak. Nimaga iste'mol qiladi? Agar uni iste'mol qilmasa, uni ahvoli normaga kelmaydi, ya'ni kayfiyati o'z joyiga tushib, harakatlari oddiy me'yorga kelib qolmaydi. Afsuski, boyagi giyohvand modda ta'sir qilgan holatni aksini keltirib chiqaradi. Bu kayfiyatning keskin tushib ketishi, o'ta kuchli holsizlik, toliqib qolish, hech narsa yoqmaslik, hayotga qiziqish so'nishi va suiqasd, o'z joniga suiqasd qilish fikrlari paydo bo'ladi. Shu zahotiyoq giyohvand moddaning ta'siri tugaganda. Endi bu giyohvand moddalarni men aytib bergan belgilar bu ruhiy belgilar. Jismoniy belgilari ham bor. Misol, men bitta misol qilib aytaman. Aytaylik, kofe, juda achchiq damlangan kofe. Kofeni kechqurun ichmalaring deydi. Nimaga? Yurak urishini tezlashtiradi, qon bosimini oshiradi, uyquni qochiradi va odamni jismoniy holatini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Keskin qon bosimini juda yuqori darajada oshib ketishi bilan, yurakni urish tezligini juda ham oshib ketishi bilan, infarkt holatlarini yuzaga keltirish xavfi bilan. Bu giyohvand moddalar ana shu kofega nisbatan 100 barobar, 1000 barobar kuchli ta'sir qiladi jismoniy jihatdan. Yurak juda tez uradi. Shu qadar tez uradiki, agar biroz dozani oshirib yuborsa, yurakni tez urishi tufayli qonni nasos sifatida yetkazib berish xususiyati kamayib, shu zahotiyoq yurak urishdan to'xtab qoladi. Miyaga qon bormasa, o'lim holati yuzaga keladi. Yoki qon bosimi oshib ketgani tufayli o'sha gemorragik insultlar yoki yana boshqa holatlar tufayli odam nobud bo'lib qoladi, iste'mol qilganda. Undan tashqari yana bitta xavfli narsasi, hozir bizani aynan tibbiyot sohasidagi amaliyotimizda ko'p kuzatilyapti. Bu moddalarni iste'molini me'yorini o'lchab iste'mol qilish, ya'ni dozasi degan narsa bu nisbiy tushuncha. Arzimagan bir sal nima desam ekan, bilmasdan qolib dozani oshirib borish natijasida o'tkir ruhiy buzilish holatlari, ya'ni psixoz holatlari yuzaga keladi. Ko'ziga narsalar ko'rinadi, qulog'iga ovozlar eshitadi, o'zini vaziyatga nisbatan noadekvat tuta boshlaydi. Atrofdagilarga tegijaklik qiladi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'ryapmiz, kimdir yalang'och bo'lib ko'chada yuribdi. Yoki bo'lmasam kimgadir voyaga yetmagan tegijaklik qildi. Unaqa nomaqbul, hatto ijtimoiy maqbul bo'lmagan harakatlar sodir etdi deb o'qiyapmiz-ku, ko'ryapmiz. Yoki albatta keyin buni ta'sirida avtomobilni boshqarayotganlar qancha? Ular mana bu narkotik moddalarning ta'sirida qo'rquv hissi yo'qolib qoladi. Do'yurak bo'lib qoladi. Tezlikni juda oshirib yuboradi. Masalan, avtomobilda harakatlanayotgan bo'lsa, qanchalik o'sha yo'l transport hodisalari yuzaga keladi. Qolaversa, albatta u tasavvur qiling, ko'ziga nimadir ko'rinyapti. Qarshisidagi odam u odam bo'lib emas, boshqa bir mahluqot bo'lib ko'rinyapti. Albatta unga hamla qiladi, jinoyat sodir qiladi, unga nisbatan qanaqadir jarohatlar yetkazishi mumkin, hatto so'yib qo'yishi mumkin, misol uchun-da. Mana shunaqa yomon, negativ tomonlari ham bor ushbu giyohvand moddalar. Rahmat. Endi to'g'ridan-to'g'ri giyohvand moddasini ortidan daromad qilayotganligiga o'tsak, mana hozir ham aytib o'tdim, bilmadim bu to'g'risida sizda qanchalik ma'lumot bor. 8 tonna giyohvand moddasini O'zbekistonga olib kirishga kimdir urindi degani, bu degani demak, bu birinchisi emas. Shu darajada u bamayli xotir shu darajada katta miqdorda
giyohvandasini olib kiryapti. Demak, bizda qandaydir kinolardagidek narkobaronlar bor degan tasavvur paydo bo'ladi odamlarda. Shu vaqtda ma'lumot bersangiz, qanchalik kurashilyapti? Kurashda ham korrupsiya bor emasmi demoqchiman-da. Demak, narko jinoyatchilik olami shunday muhitki, men bir narsani ta'kidlashimiz lozim va har doim biz suhbatlarda aytamizki, biz hozirgi kunda bir joyda to'xtab qolgan dushmanga qarshi kurashmayapmiz. Biz kurashayotgan dushman ham kundan kunga har xil yo'nalishda o'zini faoliyati bo'yicha rivojlanib bormoqda. Masalan, qanday? Chegarani mustahkamladik, chegaradan olib kiriladigan masalan yuklarni nazoratini kuchaytirdik, texnik vositalarni qo'ydik, narkolaboratoriyalar ichkarida paydo bo'lib boshlayapti. Masalan, o'sha an'anaviy narkotiklarga nisbatan har xil masalan narkotesterlar, har xil texnik vositalar, shuningdek masalan o'rgatilgan itlar bor, kinologiya faoliyatida o'rgatilgan itlar, ularni o'rgatib kelyapmiz, narkotiklar sintetikaga o'tib ketyapti. Yoki narx jihatdan masalan oldin qimmat edi, arzonlashib ketyapti. Oldin ko'rinishi aniq edi, masalan maxsus spesifik hidi, maxsus ko'rinishi bor edi, endi oziq-ovqat mahsulotiga yaqinlashtirish masalan yoki dori vositalariga yaqinlashtirishga o'tib ketilyapti. Shu nuqtai nazardan aytishimiz kerakki, biz kurashayotganimiz bilan ular ham rivojlanyapti. Lekin huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ham kecha-yu kunduz bu chegaralarda bo'ladimi yoki ichki hududda bo'ladimi, bu narko jinoyatchilikka qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Bitta vaziyatni aytishim kerak, haligi 8 tonna narkotik deganda aholi orasida sal vahimaliroq tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kannabis urug'i o'zi oziq-ovqat vositasi sifatida ham ishlatiladi. Lekin uni tarkibidagi o'sha narkotik moddaning ta'sir kuchini darajasi bor. O'sha qaysidir darajaga o'tgandan keyin u narkotik vosita sifatida nima qiladi, tasniflanadi, malakalanadi va uni olib kirish chegaradan olib kirish masalan taqiqlangan. Lekin xuddi shuni nimasi past, o'sha darajasi juda past, odamga ta'sir qilmaydigan darajada oziq-ovqatda ham ishlatiladigani bor. Bu 8 tonna aynan shunaqa urug' holatida kelgan va uni tarkibini tekshirganda o'sha oziq-ovqatga ishlatiladiganidan ozgina yuqoriroq ekanligi, nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlangan. U yuqoriroq ekanligi aniqlangandan keyin uni 1 grammi ham 1 tonnasi ham baribir narkotik vositasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu 8 tonna narkotik vositasi aniqlangan. Bu birinchi masala. Bu oziq-ovqatda ishlatish maqsadida olib kelingan giyohvandda yo'q. U modda O'zbekiston Respublikasidan o'zi tranzit ravishda olib o'tilayotgan bo'lgan va endi maqsad jihatdan shu oziq-ovqatda ishlatamiz deb ko'rsatishgan. To'g'ri, men hozir ularning aniq maqsadini u oziq-ovqatda ishlatganmi yoki narkotik vosita sifatida olib kelganmi u noma'lum, lekin O'zbekiston Respublikasidan tranzit bo'lgan. Bizni shu bojxona xodimlarining hushyorligi va o'shani o'z vaqtida ekspertizadan o'tkazib tekshirib ko'rganligi natijasida bu narsa aniqlangan. Endi ikkinchi savolingiz, ya'ni Afg'onistondan bizaga narkotik kelishi mumkinmi? Bu mumkinmi degan savolga men tabiiy deb aytishim mumkin. Tabiiy holat bu bo'lishi mumkin, chunki har doim iqtisodda ham har bir mahsulot qayerda yetishtirilishidan qat'iy nazar unga qayerda talab bo'lsa o'sha yoqqa qarab harakatlanadi. O'sha harakat yo'nalishini o'rtasida biz turibmiz. Bir yo'nalish, masalan O'zbekiston yo'nalishi bor, Pokiston yo'nalishi bor, masalan Tojikiston O'zbekiston orqali yo'nalish bor. O'sha asosiy chegarada biz turibmiz. Masalan shu yilning o'zida yanvar oyida 611 kilogramga yaqin masalan gashish moddasini oddiy supurgilarning ichiga, supurgining ichiga yashirgan holatda Aerotom chegara bojxona postidan olib o'tishga urinish holatlari bo'lganda bojxonachilar tomonidan va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'sha holat aniqlangan. Endi yana bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Chegaralardan giyohvandlik vositalarini olib kirilishi va unga qarshi kurash deganda ikkinchi bir tomonni e'tiborga olishimiz kerakki, davlatni iqtisodiy rivojlanishi uchun u qo'shni davlatlar va boshqa davlatlar bilan o'zaro tovar ayirboshlashini ko'tarish kerak. Tabiiy holat tovar ayirboshlash ko'tariladi. Oldin bir chegara bojxona postidan kuniga 50 ta mashina o'tgan bo'lsa,
u yerda turgan o'sha bojxonachilar 50 ta mashinani to'xtatib tekshirgan bo'lsa, bugun u avtotransport vositalarini masalan 2016-17-yillarga qaraganda 6-7 barobar ortib ketgan son jihatdan. Ularni nazoratini bu son jihatdan ortgan. Ikkinchi tomondan tadbirkorlarga qulaylik yaratish kerak. Ya'ni chegarada biz har bir transportni o'sha boshidan oxirigacha har bir tovarni tekshiramiz desak, bitta transport vositasiga bir kun ketadi. Masalan, 2-3 ta inspektor tekshirgan holatda. Shuning uchun nima qilinyapti? Chegaraga ham skanerlar qo'yilyapti. Birinchidan, ikkinchidan xavfni baholash tizimlari qo'yilyapti. Ya'ni hamma tovarni yoppasiga emas, aynan o'sha bo'yicha oldindan olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, aynan bir mashinani masalan 100 ta mashinaning ichidan 3 tasini, 5 tasini olib tekshirish yoki tekshirishni ham darajalari bor. Masalan, xavfsiz deb topilgan yashil yo'lakda yuradiganlar tekshirilmasdan o'tadi. Sariq yo'lakda deb topilganlar hujjat asosida tekshiriladi, hujjatlari bilan faqat solishtiriladi va qizil yo'lakka kelganlar masalan 100% to'liq bojxona ko'rigidan o'tkaziladi. Yana bir narsani aytishimiz kerak, mana hozir skaner deyapsiz yoki texnik vosita deyapsiz. Texnik vositalardan ham o'tkazilyapti. Masalan, avtotransport vositalari, chegaralar orqali harakatlanadigan avtotransport vositalari to'liq skanerlardan o'tkazyapti. Lekin narko jinoyatchilar tomonidan ham shunday yo'llar o'ylab topilyaptiki, xuddi narkotik vositalarni kundalik vositalarga o'xshatgan holda. Masalan, o'ylab qarang, choynak sifatidagi narkotik dan yasalgan choynak, narkotik moddadan yasalgan choynak bo'lishi mumkinmi masalan, yoki o'sha aytganim supurgi holati yoki mayiz holati bo'lgan. Shunaqa har xil oziq-ovqat mahsulotlarini ichiga yashirgan holda ularni ham yashirish usullari takomillashib boryapti. Narko jinoyatchilik bilan bog'liq statistika yildan yilga oshib boryapti. Men shaxsan o'zim aynan chegarada o'zim xizmat qilganligim uchun ham qaraymanki, bu narsa aynan huquqni muhofaza qiluvchi organlarni faoliyati kuchayganidan bizga qaraymiz. Lekin har yili deyarli 2 tonna atrofida yoqiladi. 2,5 tonna atrofidagi yoqiladigan giyohvand vositalar, bular faqat giyohvand vositalar emas, bu yerda psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ham bor. Shuning uchun bularning hammasini umumiy bir jamlaganda shu siz aytayotgan vazn kelib chiqadi. Shuning uchun bu yerda ham ularning orasida har xil turlari bor, har xil nafaqat giyohvand, boshqa moddalar ham buning ichida biratolasi yo'qotiladi. Qolaversa, kurashishda qanaqa yana usullari bor? Misol uchun ba'zi davlatlarda biz bilamiz, qaysidir miqdorda ruxsat berilgan. Misol uchun ekish ham, iste'mol ham faqat o'zi uchun bo'lsa, shunga o'xshash. Bu ham bitta kurashish yo'li sifatida qaraladi-da. Bu qanchalik bizga qo'llash mumkin? Shu haqda ham o'ylab ko'rilganmi demoqchiman. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim shtatlarini oladigan bo'lsak, bu joylarda giyohvand moddalarning ayrimlari legallashtirilgan. Bu degani ularni iste'moli ruxsat etilgan, ayrim ma'lum bir miqdorlarda, dozalarda. Bu mana bizani tahlillarimiz, bizani ilmiy tadqiqotlarimiz shundan dalolat berdiki, bu osmondan olingan gaplar emas. Bu ilmiy tadqiqot orqali isbotlangan faktlar. Mana shunaqa narkotiklar legallashtirilgan davlatlarda giyohvandlik juda ko'p darajada aholi orasida tarqalib ketadi. Buni boshqarish, buni nazoratga olish imkoni keskin yo'qoladi. Va aholi orasida juda ham katta ulushi giyohvandlikka berilib qoladi. Bu hozirgi kunda mana masalan ayrim endi ko'rsatuvni ko'rayotganlar bilsa kerak, qaysi davlatlarda bu moddalar legallashtirilgan. Misol uchun keyin siz aytayotgan, misol uchun aytaylik, giyohvand moddalarni davlat tomonidan giyohvandlikka chalingan bemorlar uchun tarqatilishi. Bu o'rnini bosuvchi, o'rnini bosuvchi terapiya deydi. Endi bu ana shu usulni joriy qilgan qo'sh tirnoq ichida aqllilarni bor yo'g'i tushuntirib berishi. Ya'ni bu nima insoniylik, guman yondashuv deb ular tushuntiradi. Ya'ni ularni go'yoki huquqi, ular shuni tanlagan hayotida, shuning uchun ularga giyohvand modda berish kerak deb ularni bu tushuntirib berishi.
Lekin giyohvandlik bu kasallik. Bu butun dunyoda tan olingan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bu kasallik deb tan olingan narsa. Va xalqaro kasalliklarning 10-tasnifi bo'yicha hozirgi kunda 11-tasnifi ham ishlab chiqilgan. Bu demak ma'lum bir kodlar bilan kodlanadi, ya'ni bu haqiqatda kasallik va uni albatta aniqlanadigan belgilari bor. Giyohvand moddani uni farqi yo'q kim tomonidan berib turilishi, bu demak o'sha giyohvandlikka chalingan bemorni qaramligini qo'llab-quvvatlab turishi. Lekin u azoblanadi deb eshitganmiz. Misol uchun o'sha dozani ichmasa juda ham azoblanishi, qattiq og'riqli bo'ladi. Mana shu azoblanishni bizni tibbiyot tilida abstinensiya sindromi deydi yoki rus tilida sindrom отмены, ya'ni ayirib qo'yish, mahrum qilib qo'yish sindromi deyiladi. Endi bitta narsani biz aniq bilib olishimiz kerak. Giyohvandlikka chalingan bemorlarni biz shundan ajratib sog'lom hayotga qaytarishimiz kerakmi? Yoki ularga giyohvand moddalarni, ani chet eldagilar masalan, ularga giyohvand moddani berishda davom etaveradi. Giyohvand modda shunaqaki, uni masalan bir marotaba iste'mol qilish bilan, bir kunda bir marotaba iste'mol qilish bilan giyohvandlikka chalingan bemor qoniqib qolmaydi. Uni bir kunda bir necha marotabalab iste'mol qilish kerak. Lekin mana shaxsan men bir qator Yevropa davlatlariga borganman. Jonibek siz ham borgansiz. Kuzatuvlarim shundan iboratki, o'sha dasturlar bo'yicha giyohvand moddani oladigan bemorlar deylik, giyohvandlar nafaqat mana bir sutkada bir marta shu dastur bo'yicha giyohvand moddasini oladi. Lekin kun davomida yana 2-3 martalab, yana 2-3 martalab uni iste'mol qilish kerak. Bo'lmasam uni ehtiyoji qonmaydi. Uni organizmi baribir kasal bo'ladi. Lekin ushbu dasturlar yana 2 yoki 3 marotaba bermaydi, faqat bir kunda bir marta beradi. Ular keyingi dozalarni iste'mol qilish uchun qora bozorga murojaat qiladi, jinoyat sodir etib, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi bilan bog'liq bo'lgan jinoyatga baribir kirishib, ushbu giyohvand moddasini ko'chadan baribir sotib oladi. Shuning uchun bu usul hech qanaqa umuman samarasi 0 emas, minusga teng bo'lgan chora. O'lib ketishi mumkin bo'lsa-chi azoblanib tashlab qo'yish kerakmi? Biza giyohvandlikka chalingan bemorlarni davolayapmiz. Davolash natijasida o'lgan, nobud bo'lgan birorta bemor yo'q tarixda. Ya'ni qancha iste'mol qilgan bo'lsa ham, qancha yuqori dozaga chiqqan bo'lsa ham uni davolash, hayotga qaytarish mumkinmi? Albatta mumkin. Nimaga mumkin emas? Bu bizni tibbiyotimiz nima qilib o'tiribdi agar buni ilojini topolmagan bo'lsa? Gap shundaki, hozirgi kundagi giyohvand moddalarda o'sha g'arbdagi yoki bo'lmasa boshqa davlatlardagi giyohvand moddalarni berib davolash kerak bularni deb jar solayotganlar yordam beradigan giyohvand moddalar emas hozirgilar. Hozirgi giyohvand moddalar o'sha opiy giyohvand moddasiga o'xshab, ularning tilida lomka deydi. Ya'ni og'riq, butun badani, a'zoyi badani og'riydi, boshqa qiladi. Shunga o'xshagan holatlarni keltirib chiqarmaydi. Ularda unaqa narsa yo'q. Ularda faqat holsizlik bo'ladi. Hayotdan umidini uzish holati, tushkunlikka tushib qolish bo'ladi. Hech narsa qiziqmaydi va misol uchun qo'li ishga bormaydi, mehnat qilish qobiliyatini yo'qotadi. Mana shular bilan kechadi. Misol uchun hozirgi kundagi zamonaviy, afsuski tarqalib ketayotgan o'sha sintetik giyohvand moddalar. Ularning bironta joni og'rimaydi. Keyin joni og'rigani bilan og'riq qoldiruvchi dorilar beramiz biz. Misol uchun-da, ularni ajratib olishimiz. Albatta, qanchalik o'sha giyohvand moddadan biz tezroq ajratib olsak, uni ertangi prognozi ijobiy bo'ladi-ku. Qanchalik biz buni beraversak, misol sog'lom hayotda davom etishi mumkinmi yoki misol uchun farzandli bo'lishi mumkinmi? Sog'lom farzandli bo'lishi mumkinmi davolanishdan keyin? Biza bunaqa narsa-da, qarang, giyohvandlikka chalingan bemorlar. Biz aytdikki, bu kasallik bu xalqaro kasalliklar tasnifi bilan aniq qilib ko'rsatib berilgan kasallik dedik. Har qanday kasallik davolanadi. Davolanmay qolmaydi. Ikkinchidan, hozirgi kunda tibbiyot ham rivojlanib boryapti. Yangi ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlar qilinyapti. Qolaversa, har qanday giyohvandlikka chalingan bemorni biz davolayapmiz, o'zlari murojaat qilib kelganlaridan keyin va juda yaxshi
natijalarga erishyapmiz. Misol, bizda tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya qilish dasturlari bor. Tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya bo'limlarimiz bor. U yerda bemorni faqat dori-darmon bilan davolanmaydi. Masalan, dorilar bilan davolash bu davolashning eng birinchi qadami. Undan keyin unga psixologik yordam ko'rsatiladi. Undan keyin psixoterapevtik yordam ko'rsatiladi. Keyin ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Bemorning oila a'zolari bilan ishlanadi, oilaviy psixoterapiya qiladi. Hamkor tobinlikka chalingan oila a'zolari bilan ishlanadi. Mana bu men hozir sanab o'tayotgan tibbiy yordamni, tibbiy ijtimoiy yordamni davlatimiz tegishli qonunida to'liq hajmda ko'rsatilishini kafolatlab qo'ygan. Bepul qilib. Bepul, hammasi bepul. Yordam dedingiz, demak uni yana Ertaga uni mana giyohvand moddalarni iste'mol qilib yurgani tufayli unda qator ijtimoiy muammolar ham yuzaga keladi. Misol uchun ishini yo'qotadimi? Oilasini yo'qotadimi? Masalan, o'sha sud organlari bilan qanaqadir muammolar yuzaga keladi. Mana har xil shu hayotiy va qolaversa maishiy, ijtimoiy muammolarni hal qilishda yordam beradi ijtimoiy xodimlar. To'g'ri, ularni qo'lidan ushlab ishlarga olib kirib qo'ymaydi, lekin vakant ish o'rinlarini to'g'risida ma'lumot beradi. Vakant ish o'rinlariga borib ishga joylashish uchun yo'llanmalar beradi. Va boshqa ijtimoiy yordam bo'yicha maslahatlarni, konsultatsiyalarni amalga oshiradi. Keyin yana bitta narsa, bemor kasalxonada davolanyapti. U bir necha yillar davomida iste'mol qilib yurgan giyohvand moddasini va albatta oilaviy munosabatlari buzilib ketgan. Ota-onasini ishonchi unga nisbatan yo'qolgan. Turmush o'rtog'ini ishonchi yo'qolgan. Farzandlari unga nisbatan salbiy munosabatda bo'lib turibdi. Agar biz bemorni o'zini shifoxonada davolab chiqarib yana o'sha salbiy munosabatlar shakllanib qolgan oila muhitiga chiqarib yuborsak nima bo'ladi? Oila a'zolari uni yana qaytadan boshlab qo'yish uchun sababchi bo'lib qoladi. Biz o'sha oila a'zolarini ham davolaymiz. Giyohvandlikka chalingan bemor bu o'zi kasal bo'lmaydi. Uni butun oilasi kasal bo'ladi va uni davolaganda oilasi davolanadi. Ana shu vazifalarni biz bajaramiz. Mana shu davolanuvchi joyga kelishi o'zi ham nazarimda O'zbekistonda muammo. Chunki bizda giyohvandlikka yaqinlashgan odam borki, ko'p hollarda ayanchli tugaganini ko'ramiz. Davolanib kelib, endi odam bo'lib ketibdi degan narsalarni kam eshitamiz. Lekin davolashga borishi o'ziga ham odamlar uyaladi, o'ziga ep ko'rmaydi, borishmaydi, ko'pchilik yaqinlardan bekitishadi, uyda davolashga urinishadi. Mana aytaylik, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari shu axborotlarni keng yoysa, aholi ham bu haqida yaxshi, to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Mana hozir biz ham gapiryapmiz. Axborot kam, to'g'rimi? Shuning uchun. Albatta, axborot biz mana mutaxassislarning o'zi, masalan, narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi biz juda kamchilikmiz. Biz butun aholiga bu ma'lumotlarni yoyishga o'zimizni imkoniyatimizdan ham tashqariga chiqib harakat qilyapmiz. Lekin savol beraman. Bu tabiiy bitta markazni o'zi yoki sizlarni o'zingizlar axborot kompaniyani o'zingiz aytdingiz kamligini. Men jurnalist sifatida tamakiga qarshi kurash bo'yicha ham ishlagan edim, ularda vaziyatni ko'rgandim, ya'ni mablag' ajratilmaydi. Mablag' yo'q, ular axboriy qarshi kurashamiz desak, mablag' yo'q. Nodavlat, notijorat va tashkilotlarini ahvoliga mana shunday ma'lumotlarni yoyishi uchun imkoniyat yo'q. Nima uchun davlat tashkilotlari mana shunday masalalarda nodavlat, notijorat tashkilotlari bilan media kompaniya, axboriy kompaniya qilishda mablag' sarflashmaydi. Men shaxsan o'zim tamakiga va alkogolga qarshi kurashda mablag' yo'qligini bir necha yildan beri kuzatib kelaman. Prezident administratsiyasi huzuridagi mana narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi, qolaversa avvallari bu AOK deb atalardi. AOK axborot bo'yicha. Ana shular bilan biz birgalikda media reja tuzilgan 24-yil uchun, 25-yil uchun. Bu borada bizda menimcha yetarli ishlar ketyapti. Men aytayotgan narsa biza hammamiz mana hozir nafaqat davlat teleradio kompaniyalari, kanallari orqali xususiy kanallarda ham chiqyapmiz, juda ham ko'p. Men shaxsan o'zim
har kuni bo'lmasa ham kunlari albatta biron bir studiyaga yoki telestudiya yoki radio studiyaga tashrif buyuraman. Shunaqa bloglarda ishtirok etaman. To'g'ri, lekin bu blog boshqa, axboriy kompaniya boshqa narsada. Men o'shani aytyapman. Radio studiyalarda moliyalashtirish boshqaning narsa. Endi uni men bilmayman, moliyalashtirish haqida gapira olmayman. Lekin mana bizani ko'p taklif qilishadi. Misol uchun qaysi nodavlat tashkilotlar bilan axboriy kampaniyani kuchaytirish uchun mana shu giyohvand moddalarga qarshi aholida yoki ma'lumotlarni kengroq tarqatish uchun nechta nodavlatlar bilan ishlagansizlar, nodavlat tashkilotlar bilan yoki mana vaqtida odamlarda shu stereotiplarni yo'qotish uchun, ya'ni giyohvandga berilib qoldimi tuzatish mumkin, malakali shifokorlarga borish kerak, uyda davolanish kerak emas, keyin yana yaxshi hayotga qaytish mumkinligi to'g'risida nima ishlar qilgansizlar? Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-2028 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik va narkojinoyatchilikka qarshi kurash strategiyasi qabul qilingan. O'sha strategiyani alohida bo'limida mana shu profilaktika ishlarini, profilaktik tadbirlarni olib borish, aholi, ayniqsa yoshlar orasida mana shu giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish vazifasi qo'yilgan. Buni amalga oshirish uchun demak, milliy markaz tomonidan bir narsani bilishimiz kerak. Mana shu narkotik vositalarga qarshi kurash bo'yicha davlat komissiyasi ham bor. Bu davlat komissiyasini har bir viloyatda komissiyalar bor va viloyat komissiyalarining rahbari viloyat hokimi hisoblanadi. Tuman darajasida ham bor, tuman hokimlari hisoblanadi. Va u komissiyaga a'zolar ushbu ta'lim yo'nalishi, sog'liqni saqlash yo'nalishi, ichki ishlar huquqini muhofaza qiluvchi hammasi bu komissiyaning a'zolari hisoblanadi. Endi axboriy ishlarni olib borish, masalan, aynan shu yilning fevral oyida yoshlar o'rtasida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar va sintetik narkotiklarni tarqatilishiga qarshi kurash oyligi bo'ldi. Bunda barcha hududlarda nafaqat davlat telekanallari, masalan, o'zim Daryo.uz sayti bilan masalan podkast tayyorlab Daryo.uz saytida berildi. Hamkasblarimiz Kunuz sayti orqali, Qalampir.uz sayti orqali ular bilan o'zaro hamkorlikda podkastlar, ko'rsatuvlar tayyorlanyapti. Undan tashqari videoroliklar, qisqa videoroliklar tayyorlanyapti. Demak, yo'nalish qanaqa olingan? Yo'nalish asosan 4 ta yo'nalishda olingan. Bu yoshlar orasida targ'ibotni kuchaytirish, ota-onalar orasida targ'ibotni kuchaytirish, o'qituvchi, murabbiylar va mahalla 7 talik yo'nalishida targ'ibotni kuchaytirish ishlari olib borilgan. Siz aytyapsizki, tamaki mahsulotlarini hali qarshi kurashda nima yo'q, mablag' ajratilmayapti deyapsiz, lekin agar bilsangiz, tamaki mahsulotini qonuniy aylanmasi iqtisodiyotda asosiy ulushni tashkil qiladi. Nimada, mana shu tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Endi shuncha mablag' bo'lib turib hali tamakiga ajratilmayapti deyapsiz. Davlat tashkilotlarida hali mana shu nimani targ'ibot tashviqot ishlarini davlat darajasida hozirda olib borilmoqda. Davlat tashkilotlari darajasida. Lekin qo'ldan kelgancha o'sha media rejalar orqali aytganimdek, nodavlat ommaviy axborot vositalari orqali ham targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Agar statistikaga nima ketadi? Asosan davlat. Yana bitta yo'nalishni aytishimiz kerak. Reabilitatsion sentrlar, ya'ni davolash muassasalari bo'yicha, lekin nodavlat tashkilotlari ham, xususiy davolovchi tashkilotlar ham soni yildan yilga oshyapti. Hozir men aniq sonini bu yerda ayta olmasligim mumkin, lekin ular tomonidan ham shu profilaktik tadbirlar, profilaktik dasturlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, davlat tomonidan narkologik yordam to'liq davlat byudjetlari hisobidan amalga oshiriladi va buni davlat kafolatlab qo'yibdi. Siz aytyapsizki, masalan, axborot bu nima deydi, mablag' ajratilmayapti deyapti. Lekin shu bilan birga ko'pgina aholi orasida, masalan, hozir aynan yangi giyohvandlikka chalingan shaxslarni qatoriga qo'shilayotganlarda balkim o'z vaqtida ma'lumot olish qanaqadir cheklangandir. Ya'ni ma'lumot olish emas, ma'lumotga ega bo'lish. Bu haqida xabar topish.
Lekin hozirgi kunda juda ham bu masalada ham katta ishlar amalga oshirildi. Masalan, shaxsan bizani o'zimizni ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazimizda qo'l markazi tashkil qilingan. Qolaversa, hozir hamma o'ziga telefoniga ilova o'rnatib olishi mumkin, DMED degan ilovani. Ana o'sha yerda ham elektron maslahat olish tugmasi bor, imkoniyati bor. Buni ham anonim ravishda, ya'ni o'zini shaxsini ochiqlamagan holda maxfiy deydimi, maxfiy maslahat olish imkoni bor. Misolda, yoki bo'lmasa olaylik, mana agar aholi bizani bepul davolashimiz haqida, umuman narkologik yordam olish haqida ma'lumotga yetarli ega bo'lmaganda edi, hozirgi kunda bizni davolash uchun ajratilgan o'rin joylarimiz to'lib toshib yotibdi. Ya'ni o'tda bo'sh turgan yoki bo'lmasam bemorlar bo'lib turib kelib murojaat qilmayotganlar yo'q. Bizda o'rinlar to'liq 100% hajmda ishlayapti. Hattoki bemorlar endi bu ayollarning ulushi bizni respublikamizda kam. Hozirgi kunda misol uchun oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra 1,5-2% ni tashkil qiladi. Butun o'sha masalan agar biz faqat giyohvandlik haqida gaplashadigan bo'lsak, barcha giyohvandlikka chalingan rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra bemorlarning orasida 1,5-2% ni tashkil qiladi respublika bo'yicha. Oldin aytishardi, puli ko'p odamlarning farzandini shunaqa giyohvandlikka chalintirib qo'yishadi degan. Hozir mana afsuski shunaqaki. Hozir qanday yo'li o'sha to'g'ri sog'lom hayot kechirayotgan odamni giyohvandlikka og'dirish yo'li to'g'risida siz javob berasizmi yoki sizmi bilmadim. Endi qarang, giyohvandlikka o'sha sotuvchilarni og'dirishda yo'li qanaqa bo'lib qolgan? Sotuvchilarnimi yoki iste'molchilarni qanaqa yo'l bilan og'dirishyapti? Bu yerda sotuvchilar qanaqa og'diradigan menimcha u sal menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu yerda o'zi umuman mana shu moddalarni iste'mol qilishga olib keluvchi, qolaversa qaramlikni shakllanishiga olib keladigan, unga yo'l ochib beradigan omillar bor. Birinchi navbatda bu moddalarni iste'moliga berilib qolishi yoki ularni tatib ko'rishiga moyil bo'lgan yosh bor. Bu albatta voyaga yetmagan davr. Insonning voyaga yetmagan davri. Nimaga? Birinchidan bular hali yetuk shaxs sifatida shakllanib ulgurmagan. Inson qachon 21-22 yoshidagina u yetuk bo'lib shaxs sifatida shakllanish tugaydi. Lekin o'smirlar bu, ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan davrdagi yoshlarimiz, ayniqsa o'sha 16, 17, 15 yoshdagilar, bularda hali hayotiy tajriba kam, hayotdagi o'sha oq va qorani uncha yaxshi tanimaydi. Tashqaridan yomon niyatda qilingan, endi ular taklif qiladi. Mana buni yeb ko'r, mana buni ichib ko'r, mana buni tatib ko'r deb shunaqa takliflar tushadi. Ayrim yoshlarimiz orasida tashqaridan mavhum, haligi noaniq bo'lgan, tushunarsiz bo'lgan takliflarga iroda bilan, qat'iyatlik bilan yo'q deyish ko'nikmasi rivojlanmagan. Undan tashqari, tashqi ta'sirga oson beriluvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan, xarakterga ega bo'lgan yoshlarimiz ham hozir yetarli. Ana ular tashqi ta'sirlarga oson berilib qoladi. Keyin nimaga aynan ko'pincha mana shu o'smirlar yoki yoshlarga bu narsa ko'proq berilib qolish xavfi bo'ladi. O'smirlik davrida, o'sha 16-17 yoshlik paytida bu o'smirlar guruhlashishga moyil bo'ladi. O'zlari uchun avtoritet bo'lgan yoki referent bo'lgan guruhlarga kirishga moyilligi paydo bo'ladi. O'sha guruhlarga a'zo bo'lishga. Ana shu guruhga a'zo bo'lish uchun agar ushbu guruhlarning yetakchisi biror bir modda iste'mol qiladigan bo'lsa, hop, biz seni qabul qilamiz guruhimizga. Lekin bu uchun sen mana bu moddani iste'mol qilishing kerak. Bizga ko'rsatib ber, isbotlab ber, bizga loyiq ekanligini degan shartlarni qo'yadi. Ular shu narsalarni iste'mol qilib mana shu moddalarga keyin o'tirib qoladi. Hozirgi sintetik giyohvand moddalar yana juda ham o'ta xavfli joyi jihati shundan iboratki, bir marta iste'mol qilganning o'zida, juda nari borsa, ikkinchi marta iste'mol qilganning o'zida qaramlik shakllanib qoladi, afsuski. Aholida ko'pincha har doim bilamiz, qaysi rayonlarda, tumanlarda, qaysi joylarda sotiladigan shunaqa joylar ham bor-da, mana bu joy shunaqa, mana bu mahalla shunda hayron bo'ladi odam, nega hamma biladi-yu, lekin ular ushlolmaydi yoki internetda hozir juda ham tarqalib ketdi, guruhlar bemalol unga odam a'zo bo'lib sotish mumkin. Kamida yoshlar pul kerak bo'lsa, internet orqali ularga sotish bilan shug'ullanib ham mablag' olish mumkin. Qanaqadir kurash shu bo'yicha sust emasmi demoqchiman. Demak, to'g'ri aytdingiz. Mana shu yo'nalishda hozir narkotiklarning tarqatilish mexanizmi kibermakonga ko'chgan.
Nimaga faqat internet demayapman, darknet ham bor. Endi asosiy qismi bizani sharoitda, O'zbekiston sharoitida ijtimoiy tarmoqlar orqali hozir amalga oshirilmoqda. Demak, mexanizmi qanaqa? Bir guruh o'sha ko'proq mo'may daromadli ish taklif qilib, ishga taklif qilinib, yoshlar jalb qilinadi va ularni yaxshilab o'rganiladi, ularning hamma ma'lumoti olinadi, pasport nusxalarigacha, adreslarigacha, telefon raqamlarigacha olib, hattoki masalan ota-onasining telefon raqamlarigacha umumiy anketasi shakllantirib, endi narkojinoyatchilar tomonidan yig'iladi-da, ularni ushbu ular ishonchga kirgandan keyin ularga birinchi navbatda aynan narkotik vositasi sifatida emas, masalan badlar bor, biologik aktiv faol qo'shimchalar bor. O'shalarni tarqatish yoki vitamin tarqatyapsiz degan maqsadda shu narsalarni mana birinchi qismiga buni yashirib chiqish buyuriladi. Masalan, o'sha hamma ma'lumotlarni olib, unga aytilgandan keyin, ma'lum bir summaga kelishilgandan keyin ularga aytiladiki, bu lokatsiyaga borasiz, o'sha lokatsiyadan tovarni olasiz va o'sha tovarni ma'lum bir hududdagi ushbu kvartalga tarqatasiz. O'sha yerda ko'mib, shuni lokatsiyasini yuborasiz. Birinchi kirishayotgan, endi ko'pchilik holatlarda o'sha ishga kirishayotgan yoshlar hozir ma'lumotga ega-ku, anchasi bilib kiradi. Bilmaganlari ham, bilmaganlarga ham so'rashi mumkin, nima o'zi bu, nimaga bunaqa yashirin tarqatyapmiz deyilganda, hozircha sertifikati yo'q, litsenziya olinmagan, buni sotishimizga shunga hozir shu yo'nalishda sotyapmiz deyishib, birinchi marta aldanish mumkin, ikkinchi marta biladi nima tarqatayotgan odam. Bu birinchi yo'nalish, o'sha tarqatuvchilarni yig'ib olishadi. Tarqatuvchilar yig'ib olingandan keyin o'sha lokatsiyalar internet orqali do'konlar ochiladi, ijtimoiy tarmoq orqali do'konlar ochiladi. O'sha do'konlarda bu mahsulotlar reklama qilinadi. Bu reklamani tarqatish uchun ikkinchi guruh endi ishlashi kerak. Ular narkografiti chizib chiqadi. Narkografiti bu o'sha internet do'konini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi yoki qora bozordagi manzili desak bo'ladi. Dastlabki bosqichda bu manzil ko'rinishida kraskalar bilan devorlarga yozilish bosqichida bo'lgan. Endi narkografitilarga ham qattiq kurashilgandan keyin hozirgi holatga kelib QR kod ko'rinishiga kelgan. Ya'ni QR kod holatda qoldiriladiki, borib masalan o'sha ijtimoiy tarmoq orqali birdan kamerasini yo'naltirganda shu bozorga kirib ketadi. Demak, o'sha narkografiti chizdirish uchun yoshlar yig'iladi, fuqarolar yig'ib buni qildiriladi. Shundan keyin o'sha ko'milgan zakladkalarni o'sha narkografiti orqali kirgan xaridorlarga pullarni ko'proq elektron ko'rinishda, ya'ni bitcoinlar yoki boshqa yo'llar bilan, ya'ni plastikdan plastikka o'tkazish emas, oddiy boshqacha yo'llar bilan buni pulni o'tkazishni o'rgatib shu tariqa sotiladi. Endi bunga qarshi kurashish bo'yicha hozirgi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda kiber markazlar tashkil qilingan. Ular tomonidan ushbu guruhlarga a'zo bo'lgan holda, ulardan xuddi xaridor sifatida ulardan olayotgandek ko'rinishda yoki boshqa usullarda ularni o'sha elektron izlarini aniqlash yoki pul o'tkazish yo'llarini aniqlash orqali ushbu jinoyatlar ham fosh qilinyapti. Lekin kundan kunga ular ham o'zini, masalan, bir narsani bilishimiz kerak, shu kanal bor ekan, nimaga shu bloklanmaydi, masalan, deyilgan savol qo'yiladi yoki kanal. Bu kanalni bloklagan bilan yana bir kanal ochish oson. Undan ko'ra o'sha kanalning ichiga ko'proq kirib o'tirib, u kanal ichida nima bo'layotganidan xabardor bo'lib, tezroq aniqlash. Chunki bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, oxirgi sotib oluvchini borib ushlagandan keyin narigi bosqichlarga chiqish qiyin bo'lib qoladi. Faqat uni ushlagan bilan, chunki u ham faqat lokatsiyani biladi, u yozgan odamini biladi. Kimligini tanimaydi, pulni kimga o'tkazganini ham bilmaydi. Faqat tovarni oladigan joyidan o'sha bo'ladi. Endi yana bitta oxirgi payt bitta tendensiya kuzatilyaptiki, yolg'on narkotiklar do'konlari internetdagi. Bu qanday bo'ladi? Mana giyohvand qanday bo'lmasin olish kerak, qanday bo'lmasin iste'mol qilish kerak. Shuni bilgan
odamlar shunaqa kanallar ochyapti-da, shu joyda bor, lokatsiyada bor, birinchi pulni o'tkiz deyapti. Pulni o'tkazib qo'ygandan keyin u borib topa olmaydi, yo'q. U narsa. Faqatgina pulni undirish uchun shu yo'llardan ham bu foydalanilishyapti. Ya'ni internetda misol uchun mana shu intervyu tayyorlanishdan oldin harakat qilib ko'rdim, topish mumkin ekan. Ya'ni pasportingizni jo'nating deyishdi. Oldin pasportni o'sha aytganingizdek ko'rib tekshirib olishar ekan. Haqiqiy o'sha qiziqayotgan odammanmi, kimman shu aniqlab olib, keyin guruhga qo'shib ishlab yurishar ekan. Nima uchun bunday topish mumkin ekan internetdan bemalol topsa bo'ladi. Nima uchun bunday qilinadiki, nima uchun unaqa qattiq masalan pasport tekshiruvdan o'tkaziladi? Chunki ularni olamida ham o'zini sistemasi bir narsani bugun tushunib yetishimiz kerak. U ishni qilayotganlar ishini bir jinoyat ko'rinishida yoki bu bir ayb ko'rinishida qilmayapti-da. Bular o'ziga biznes qilib olgan bu. Xuddi ularni masalan tuzilmasini ko'rsangiz, ichida ularni o'zini yuristi, o'zini omborchisi, o'zini HR menejeri, o'zini masalan haligi qo'riqlovchi guruhi, tarqatish guruhi, logistika tizimi, o'sha tizimlarni yo'lga qo'yib qo'yishgan. Shu yo'lga qo'yib, shu tizim orqali ishlashadi. Bu pasport orqali to'liq ma'lumot olish nima uchun kerakki? Bularni faoliyatida shunaqa narsa bo'lgan, masalan giyohvand o'zi o'sha men tarqataman deb ularning ishonchiga kirib, bir partiyani olib yo'q bo'lib qolishi mumkin masalan. Bu tarqatmasdan o'zini iste'mol uchun olib ketishi mumkin. Ana shunday holatlarda uni topib, uni jazolash, u nimani yo'qotmaslik yoki shunaqa holatda bo'lganki, masalan bir odam olaman deb borib olganidan keyin demak u o'ylaydi shu hududda ko'p joyga ko'milgan bo'lsa kerak. Bitta joydan olgandan keyin o'sha hududni hammasini qidirib chiqib topib masalan olish, yig'ishtirib olishga harakat qilish joylar. Ana o'shanaqa narsalarda ular ham chora ko'rish uchun o'zlaricha chora ko'rish uchun ham bu ma'lumotlarni to'liq olishga harakat qilishadi. Men aytgan bo'lardimki, ayniqsa shu ota-onalarga ham yoshlarimizga ham aytgan bo'lardimki, bu birinchidan yoshlar o'zi yuqori daromadli ish taklif qilinyaptimi, buni yaxshilab surishtirish kerak. Birinchidan, ikkinchidan ota-onalar farzandini yuqori daromadli ish topishidan tez xursand bo'lib unga qo'yib qo'ymaslik kerak. U aynan nima tarqatish bilan shug'ullanyapti? Hozir masalan ko'p dast yetkazib berish xizmatlari har xil bor. Yana hozirgi mana mutaxassislarimiz bilan gaplashganimizda ham bir narsani aytishadiki, bu yangi turdagi giyohvandlik vositalar, sintetik giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan paytdagi bolani bilib bo'lmaydi. Deydi, u iste'mol qilgan holatida uni narkotik vosita iste'mol qilib yurganini bilish qiyin. U qachonki topa olmay qolib, asabiylashib, psixologik tomondan buzilib, o'zini ko'rsatib boshlamasa, iste'mol qilgan payti qiyin deyishadi. Uni iste'mol qilib yurgan bola ota-onani 2 karra 2 aldab ketadi-da. Bu ota-onani aldashi tez. Masalan, yuqori daromadli ish topyapman, bu bilan shug'ullanyapman, og'aynim, do'stim, yorim deb tushuntirib, ota-onadan sal hushyorlik, sal e'tiborli bo'lish talab qilinadiki, buni yaxshilab agar surishtirib ko'rmasa, birdan yuqori daromadli ishga kirib ketish holatlari kam kuzatiladi. Hozir yetkazib berish xizmatlari kuchaygan, endi rivojlangan. Yetkazib berayotgan narsa nimaligini tekshirib ko'rmaydi, haqqi yo'q, ichini ochib ko'rishga. Shunchaki u nuqtadan bu nuqtaga olib borguncha yo'lda ushlanib, qamalib ketishyapti. Ya'ni sizdagi bekitib emas, shundoq oddiy yetkazib berish xizmatidan foydalanib ham jo'natish mumkin ekan Rossiyada. Bizda ham hozir misol uchun oddiy shunaqa xizmatlardan ham foydalanyaptimi ular? Chunki o'rtadagi odam tekshirmaydi-ku nima olib borayotganini. Ochib ko'rishga haqqi yo'q-ku qaysidir ma'noda. Hozircha bizda mayda partiyada unaqa yetkazib berish orqali aniqlangan holatlar yo'q, lekin yirik partiyada viloyatdan viloyatga, masalan boshqa viloyatdan shaharga kelgan holatlar bo'lgan. Bu holatlarda masalan mana shu taksi haydovchilari o'zlari olib kelayotgan ichida nimaligi borligini bilmay qoladi yoki chegaradan o'tkazish holatlari ham bor. Ayniqsa mana Navoiy postida, yaqinda Toshkent viloyatida Navoiy postida xuddi mana shu stolga o'xshash stol, sal qalinroq stol, shuni shu ma'lum bir pul evaziga o'tkazib bering deb u yoqdan berib yuborishgan, avtomobilida o'sha yuk sifatida olib kelyapti.
uni skanerdan o'tkazib ochilganda stol quyma stolda shu 10 ta narkotik bo'lagini, mefedron o'sha narkotik bo'lagini ichiga qo'yib qo'yilgan. Ustidan turib hech kim hech qanaqasiga uni ichida narkotik borligini bilmaydi. Bu narsa o'zi samolyot orqali kelyapti. U berib olgan odam samolyot orqali kelyapti. Bu narsa shu chegara hudud orqali o'zi bilmagan holda olib kelyapti. Yana bir narsani bilishimiz kerakki, bu narsa ham chegaradan olib o'tilayotgan narsa bu egasi o'sha olib kelayotgan odam hisoblanadi bojxona nuqtai nazaridan. Bu kim nima olib kelayotgan bo'lsa, shuni egasi o'sha odam hisoblanadi va javobgari ham shu bo'ladi. Bu yuk uchun bu o'sha qo'lida olib kelayotgan narsa. Va ikkinchi narsa yana bitta aytishim mumkinki, aeroportlarda chet davlatlarga chiqishda aeroportda ko'p kuzatishimiz mumkin. Ko'pchilik fuqarolarimizga o'sha har xil posilkalar, kichkina posilkalar ko'pchilik holatlarda o'sha rahmini keltirgan holda dori vositalari operatsiya bo'lyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti degan vaziyatlarda shunaqa yuborish holatlarida ham mana shu aeroportlarda shunaqa holatlar uchrayapti. Bundan tashqari shaxslar o'zini ma'lumotini bilmagan odamlarga berib yuborib, pasport nusxalarini, o'zining shaxsiy ma'lumotlarini berib yuborish evaziga ularning nomiga pochta orqali giyohvandlik vositalari yuborilish holatlari masalan kuzatilyapti. U o'zi bilmagan holatda bo'lib qoladi. Chunki ma'lumotlarni chiqarib olgan. U so'ragan, bu so'ragan boshqa maqsadda bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qabul qiluvchi aybdor bu joyda. Qabul qiluvchiga baribir keladi, baribir ovoragarchilik bo'ladi qabul qiluvchiga-da. Uni nomiga kelayotgandan keyin uni aybdor emasligini aniqlashtirish kerak endi. U rostdan u masalan vaqti ketadi, asab buzilish bo'lishi mumkin, boshqa shu nuqtai nazardan fuqarolarimizga sal e'tiborliroq bo'lishini men so'rab qo'ygan bo'lardim. Shu biznesni boshida turganlar bo'ladi. Oxirgi so'nggi statistika yoki so'nggi yillarda shu bizda qancha o'sha narkobaron va shunga o'xshagan odamlar ushalgan anaqalar bormi? Yo'q, bizda men aytishim mumkinki, unaqa bir tizimli ravishda yo'lga qo'yilib, hammasini respublika miqyosida olib, buni bir joydan tizimli tarqatish unaqa darajaga chiqmagan, hali unaqa darajada aniqlanmagan. Bizda yo'q, hozirgi kungacha O'zbekistonda unaqa yoppasiga butun hamma hozirgi narkotik tarqatuvchilarni qanaqa ularni moslashuvchan desak bo'ladi. Kichkina hudud, kichkina joyda o'sha yerga o'rnashadi, tarqatadi, sal nazorat kuchaysa, boshqa kuchaysa tez o'zgaradi, boshqa hududga o'tadi. Boshqa umumiy oldin masalan bizning tasavvurimizdagidek butun respublikani nazorat qilib o'tirib, hamma yoqqa o'zini yo'nalishlarini qilib, yo u darajada hali muhofaza qiluvchi organlarimiz tomonidan ham kurash yetarlicha olib borilyaptiki, ular iloji boricha kichik guruhlarda, kichik lokal joylashgan holda va tez o'zgaruvchan, tez moslashuvchan muhitda harakat qilishga bugun urinishadi. Mani bir tushunmagan narsam ilmiy amaliy markaz sog'lomlashtirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni narkotikdan, giyohvand moddadan zararlangan odamlarni tuzatish bilan shug'ullanasizlar. Ichki ishlar ularni ortidan quvadi. Sizlarni markazni asosiy naqalar, vazifalari. Ko'pincha bizda shunaqa yangi bir markaz, tashkilot tuzilsa, bir budjetda yana bir xarajat, bir tashkilot paydo bo'ldi deymiz. Misol uchun, sizlarning tashkilotga endi o'qotar qurollar ham qo'shilar ekan, vazifalar to'g'risida va nimaga erishdinglar, nima o'zgartira oldinglar, nimaga erishdinglar shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Demak, milliy markaz bir vaqtni o'zida men sizga hali aytib o'tganim, giyohvandlik va narkojinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tashkil qilingan komissiyani ijrochi organi ham, apparati ham hisoblanadi, asosiy muvofiqlashtiruvchi. Demak, biz tomonimizdan aynan mana ikkita yo'nalish bor. Birisi narkojinoyatchilik yo'nalishi, bittasi bor giyohvandlik. Bu chalinib qolish. Yana bir yo'nalishimiz bor, bu narkotik vositalarning qonuniy muomalasi. Bizda noqonuniy va qonuniy muomalasiga bo'linadi va o'sha noqonuniy muomalaning ichida narkojinoyatchilik va giyohvandlik yotadi. Ushbu barcha yo'nalishlarni birgalikda muvofiqlashtirish
hamda mazkur yo'nalishdagi davlat siyosatini yuritishda asosiy rolni milliy markaz o'ynaydi. Bundan tashqari aynan ushbu yo'nalishda yagona xalqaro hamkorlik, ya'ni xalqaro tashkilotlar va boshqa davlat idoralari bilan aynan bizni markaz shug'ullanadi va ushbu markaz orqali barcha masalan huquq muhofaza qiluvchi organlarni xodimlarini o'qitish, ularni texnik vositalar bilan ta'minlash yoki sharoit yaratish, har xil tadbirlarni o'tkazish bu yo'nalishdagi bu markaz tomonidan amalga oshiriladi. Davolash haqiga o'tadigan bo'lsak, davolashni ko'proq vaziyat qanday, xususiylari ham bor. Bizda bilamiz, xususiylarda yaxshiroq, xususiylarda sharoit chiroyli, yaxshi deyishadi, lekin bepul davlatda sharoit yaxshi deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Bu menimcha bir kamida bir 15 yilga vaziyatni e'tiborsiz. Hozir masalan, bilmayman qayerdan eshitgansiz u gapni. Vaziyat hozirgi kunda shunaqaki, birinchidan mana prezidentimizning tegishli qarorlari bilan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi tashkil qilindi. Avvalgi 2 yil oldingi respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi negizida. Nimaga bu hozir nomi o'zgardi? Faqat nomi o'zgarib qolmasdan, bizning markazimiz respublikadagi ham narkologik ham psixiatrik xizmatni bosh muassasasi, головное учреждение deydi. Demak, boshqaruvchi muassasasi hisoblanadi. Demak, bizda faqat narkologiya emas, o'sha ruhiy kasalliklar bo'yicha ham barcha o'sha vertikal boshqaruv amalga oshiriladi. Endi mana shu ruhiy salomatlik markazimizni 14 ta regionda filiallari mavjud. Har bir tumanimizda, har bir viloyatda mana respublikada 208 ta tuman bor. 208 ta tumanimizda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar bor. Ularning tarkibida kamida bitta lavozimdan, ya'ni bir stavkadan narkolog shifokorlar faoliyat yuritadi. Undan tashqari yana masalan Surxondaryo viloyatida, Toshkent shahrida misol uchun undan ham tashqari yana alohida tashkil qilingan narkologiya muassasalari bor. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida alohida viloyat narkologiya dispanseri bor. Ya'ni 14 ta bo'lsa, yana 3 ta qo'shilsa 17 ta narkologiya muassasasi bor. Haligi tumanlardagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarning tarkibidagi narkologik kabinetlardan tashqari. Bu xizmat aholini eng o'sha olis qishloqlardagi aholisigacha ham tushirilgan. Dostupность, ya'ni narkologik yordam zarurat paydo bo'lganda istagan paytda uni olish imkoni to'liq yaratilgan aholi uchun. Undan tashqari, boyaga aytganimizdek, bu xizmatni aholimiz bepul olishi mumkin. Bepul, bu xizmat bepul ko'rsatiladi. Keyin 2022-yilda 16-mayda prezidentimizning 244-sonli qarorlari bor. Ushbu qarorlari bilan butun respublikadagi barcha narkologiya muassasalarining texnik, moddiy texnik bazasi hozirgi zamonaviy darajaga olib chiqildi. Bu narsalarni amalga oshirish uchun davlat budjetidan juda katta mablag' ajratildi va butun o'sha respublikamizdagi muassasalar zarur tibbiy jihozlar bilan yengil zamonaviy, masalan raqamlashtiriladigan darajadagi o'sha raqamlashtirish jihozlari bilan ta'minlandi. Bu masalada hech qanaqa muammo yo'q. Raqamlashtirish to'g'risida mana bir gap aytaman. Bizda ba'zi bir davlat tashkilotlariga ishga kirishda yoki turmushga chiqishda yoki uylanishda hujjat o'sha narko markazlardan tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Faqat narkologik tekshiruvdan emas, barcha tekshiruvdan va narkologik tekshiruv ham bor. Shunda shuni bilaman, bir parcha qog'oz berishadi. Shu qog'ozni ko'tarib borish kerak. Barcha qog'oz emas, bu ma'lumotnoma. Ma'lumotnomadir. Nima uchun elektronlashtirilmagan hozir mana shuncha mablag' ajratiladi? Nima deganingiz? Siz elektronlashtirishni qanaqa tushunasiz? Elektronlashtirishni mana bilasizmi? Mana tasavvur qiling, men qaysidir davlat tashkilotiga ishga kirmoqchiman. Men ularga shu ro'yxatdan o'tib borishim kerak. Men narko masligim to'g'risida. Hisobligi turmasligim Bu juda ham oddiy. Meni o'zim olib borishim bu noto'g'ri-da. Sizlar o'zingizlar shu kerakli joyga jo'natishinglar o'rtada korrupsiyani yo'q qiladi. Ishonchlilikni orttiradi. Mana bunaqa narsa. Birinchidan, ikkinchidan qog'ozda bu ko'tarib borish bu elektronlashmaganini bildiradi. Bu juda ham kulgili. Mana aynan hozir shu rivojlangan deganingizda qog'ozda spravka ko'tarib yurish. Sizga savolim bor. Oxirgi marta shunaqa ma'lumotnomani qachon oldingiz?
2 yil bo'ldi. Demak, orqada qolib ketibsiz. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari tashkil qilingan. Siz u yoqqa bormasdan turib, uyingizda, mana masalan telefoningizda ilovangiz bor, ana nima deydi, MyGov'mi? MyGov'ga kirasiz. Masalan, o'sha yerda bo'linmalari bor. Endi ochgansangiz o'sha chiqadi. Men uni nima deb atashni bilmayman. Menimcha bo'linmalari bo'lsa kerak. O'sha yerga borib, narxlarga hisobda turmaslik to'g'risida ma'lumot oladi. Kerakmi deydi. Siz ha kerak deysiz. Onlayn ravishda qanaqadir arzimagan simvolический bir to'lovi bor. Menimcha bir 15 ming, 20 ming so'm turadi. Shu to'lovni onlayn tarzda yuborasiz. Sizni telefoningizga ushbu ma'lumotnoma keladi. Shu uchun test olinmaydimi hech qanaqa? Nimaga test olinadi? Sizni narxlarga hisobda turasizmi yoki yo'qmi degan masala qiziqtiradi. Endi bu faqatgina ma'lumotnoma olish. Endi misol uchun ayrim tashkilotlar bor. Ayrim tashkilotlarda shunaqa talab bor. Ayrim tashkilotlarda borib narxologik tekshiruvdan o'tib kelgin degan talablar qo'yiladi. Endi bu ko'proq o'sha maxsus tashkilotlarga tegishli narsa. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu narsa masofadan yoki raqamlashtirish orqali qilinadigan narsa emas. Bu uchun o'sha shaxs shifokorning ko'rigiga kelish kerak. Juda ham nima desam ekan, chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkaziladi. Buni shunday qarab, bu devoradigan narsa emas bu. Bu har tomonlama tekshiruvdan butun a'zoy badani tekshiriladi. Kerakli tahlillar. Bular ko'p oilalarni eshitamiz, turmushga chiqqandan keyin bilib qoladi. Qaysidir taraf o'sha tobelik, giyohvandligini, tobeligini bilib qolishadi. Bu shu elektronniy qilgandan emasmi? Mana tekshiruvdan o'tish kerak emasmi? Tekshiruvdan o'tish shart menimcha. Keyin farzandda misol uchun anaqa bo'ladi. Shunaqa tekshiruvlar elektron javoblarni qo'lda ko'tarib yurasiz-ku, misol shunday. Bunaqa narsa-da, mana hozir qarang. Siz shifokorning huzuriga keldingiz. Siz tekshiruvdan o'tdingiz. Tekshiruvdan o'tganingizdan keyin jo'natadimi shunda faqat javob bo'ladi? Yo'q, sizni qo'lingizga bu yerda bunaqa narsa bor. Bu yerda meni qo'limga berish noto'g'riligini aytmayman. Nimaga noto'g'ri? Nimasi noto'g'ri? Chunki o'zi jo'natish kerak. Yo'q, mana qarang-da, FHDYogami? Bu yerda mana bunaqa narsa bor. Mana siz keldingiz. Sizda aytaylik, endi misol uchun sizda biror bir aytaylik narkologik kasallik aniqlandi. Bu haqida men hech kimga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Bu qonun bilan mustahkamlangan. Bu shifokor sirini tashkil etadi. Shifokor sirini o'sha kasallikka chalingan bemorni o'zini rozimi, roziligisiz shifokor boshqa ikkinchi yoki yana uchinchi shaxslarga oshkor qilishga haqqi yo'q. Buni qilib qo'ysa qonun buziladi va bu jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shunda oila qurayotgan narigi tarafchi yoki ishga olmoqchi bo'lgan narigi endi qarang, men masalan siz keldingiz, aytaylik, bir yosh turmushga chiqmoqchi bo'layotgan qiz o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigit bilan birga kelishdi. Tibbiy tekshiruvdan o'tishdi. Aytaylik, o'sha yigitda narkologik kasallik aniqlandi. Unda giyohvandlik aniqlandi yoki zaharvandlik. Endi biz bu haqida ma'lumotnomani beramiz, u bolani o'ziga beramiz. Qizsiz o'zini yolg'iz tekshirib, uni aniqladik, uni qo'liga beramiz va unga maslahat beramiz. Menga qarasanda mana shunaqa kasallik aniqlandi. Biz shifokor siriga amal qilgan holda sen haqingda u qiz tomonga yoki uni tomoniga ma'lumotni taqdim eta olmaymiz. Lekin maslahatimiz sen o'zing bu ma'lumotni unga yetkazgin deymiz. Undan yo'q o'ta olmaymiz. Bu qonun bilan mustahkamlangan. Endi sizni hozir kulishidan bu qanaqasiga o'tib ketib qolishi mumkin degan fikr kelyapti. Lekin bu lekin aytish vakolati FHDYo xodimlariga berilgan. Shuning uchun bu hech qanaqa xavfli narsa emas. FHDYoga ham yetib bormaydi-ku. Nimaga yetib bormaydi? Bu bola o'zi olib bormasa-chi? Yo, kechirasiz, bu sizga tabiiy-ku. Mana o'zi tartibi qanaqa, tartibini bilmas ekansizda. Ular FHDYoga turmush qurish haqida ariza beradi. U arizani olgandan keyin borib shifokorlardan o'tib keladi deb ularning qo'liga yo'llanma beradi. Ular o'zini yashaydigan manzilidagi markaziy poliklinikaga boradi. Markaziy poliklinika narkologiyaga, psixiatriyaga, oiz markaziga, u yoqqa bu yoqqa deb yana yo'llanmachalar beradi. Ular ikkalasi borib hammasini to'playdimi? Keyin o'zini markaziy poliklinikaga qaytib keladi. Hamma tekshiruvlardan o'tgandan keyin markaziy poliklinikasi umumiy qilib narkolog, falon, psixiatr, piston, bu bunaqa deb ma'lumot yozib qo'ygan bo'ladi. Ular ikkalasi ko'tarib FHDYoga boradi. FHDYoda mana bunaqa maxsus u ham haligi qog'oz shaklidagi qanaqadir bir qog'oz bo'ladi.
u yerda FHDYO xodimi hurmatli yigit ham palonchi kelinda bunaqa kasalliklar aniqlanibdi yoki hech qanaqa kasallik aniqlanmabdi. Hurmatli shunaqa qizimiz, yigitimizda bunaqa kasallik aniqlanibdi yoki aniqlanmabdi degan ma'lumot bilan tanishtiradi. Men sizlarni tanishtirganligim haqida bu yerda tasdiqlovchi imzolarni qo'yinglar deydi. Ular imzo qo'yadi, tanishdim deb. Bo'ldi. Shu bilan FHDYOning ham funksiyasi tugaydi. Endi kasallik aniqlangani bilan ular turmush quradimi, turmush qurmaydimi? Qaror ularniki. Bu aniqlangan kasalliklar bular turmush qura olmas ekan deb bir taqiqlovchi xulosa bo'lib xizmat qila olmaydi. Ularni shaxsiy siz aytib berganingiz hozir aslida shunday bo'lishi kerak bo'lgan narsada. Haqiqatan shunaqa. Lekin ko'pchilik hozir bu ma'lumotnomalarni bormasdan, o'tmasdan amalga oshirishadi. Bo'lmasa misol siz hozir turmushgacha men sizga qat'iy e'tiroz bildiraman. Yo'q, kechirasiz. Noto'g'ri aytyapsiz. Bolani yoki qizni narkomanligini noto'g'ri aytyapsiz, noto'g'ri aytyapsiz. Yoki tramadol lirikalarga tobe bo'lib qolgani, shunga o'xshash dorilarligini ko'pchilik turmushdan oldin, oila qurishdan oldin bilmay qolishyapti. Bunaqa narsa-da, mana hozir siz men bilmayman bularni kesib tashlaysizmi yo qoldirasizmi? Bunaqa narsa. Mana tasavvur qiling, kelinchak to'yda, nikoh kechasida tantanali ravishda hali FHDYO xodimi e'lon qilib turibdi, muzika chalinib turibdi, hamma mehmonlar yig'ilgan, bir 300 ta, 400 ta, qayerdadir 500 ta odam, u nimaga qo'l qo'yapti, o'qimaydi uni. Tushunyapsizmi? Qo'l qo'yib yuboriladi, olam guliston. Bu bitta masala. Ikkinchi masala bu yerda yana nimadan iborat? Demak, nima desam ekan, yana ko'p holatlarda bu men bular bilan ham shug'ullanganman, ayrim vaziyatlar tufayli aksariyat holatlarda mana shundan keyin berilib qolganlar bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni to'ygacha, tekshiruvlardan o'tgungacha hammasi yaxshi, hech qanaqa moddalar iste'mol qilmaydi va undan keyin berilib qolgan holatlar bo'ladi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, ko'rsatuv ishtirokchilari oldida yoki bo'lmasa bizlarni hozir ko'rib turgan boshqa aholi oldida bizda shifokorlar bunaqa ekan, giyohvandlarni masalan yaxshi tekshirmaydi yoki nimanidir evaziga o'tkazib yuborgan holatlari bor ekan. Soxta sog'lom deb hech qaysi bu bilasizmi? Shifokorlar hali unaqaga yetib kelmagan. Ularga bu narsani keragi ham yo'q. Shuning uchun unaqa qilib berib yuborishi motivi ham yo'q-da bu narsani. Haligi siz aytishingiz mumkin, korrupsiyaviy vaziyat boshqa. Universitetga kirayotganda 0.83 pulli olishini bilamiz. Turmushga chiqayotganda ham ma'lumotlar asosan. Har doim demoqchi emasman, shunday hollar ham bo'ladi. Qarang, Toshkent shahrida men kafolat beraman, bunaqa holat yo'q. Lekin boshqa nima deydi, regionlarda, periferiyadagilar nima gapira olmayman. Men aytmoqchi bo'lgan narsam 0.86 ma'lumoti bu tibbiy ko'rik. Tibbiy ko'rik bilan tibbiy tekshiruvning keskin farqi bor. Tekshiruv bu chuqurlashtirilib, aniq bir maqsad va vazifalarda amalga oshiriladigan narsa. Yo'lgacha borayotgan ma'lumotnoma hammasi aniqlangan. Shu 100% ishonaman. Lekin men yana hozir FHDYO xodimlari xafa bo'lib mendan jahli chiqmasin. Men ularni ham hech narsada aybdor qilmoqchi emasman. Lekin men o'zim masalan o'sha boyga aytganimdek surishtiruv va tergovlarda ishtirok etib, ushbu hay'at a'zoligida ishtirok etib ishlarni o'rganganimda shu ayrim holatlarda shunaqa narsalar kelib chiqqan. Shuning uchun biz bilib olishimiz kerak. 0.86 bu oddiy tibbiy ko'rik, bu shundoq sotib olinadi. To'ydan oldin ham ko'plar spravkani sotib oladi. Endi ancha vaqtlar oldin bir narsalar bo'lganini o'shaning uchun ham 0.86 shunaqa ko'pchilik mana qarindoshlarda kimdir turmushga chiqadi, boshqa bo'ladi, keyin bilishadi narsalarni bolani. Yo'q. Endi uni ichiga kirish kerak. Bu yerda ko'proq soxta ma'lumotlar tarqatiladi deb o'ylayman. Chunki masalan turmushi bo'lmadi. Yoshlar kechagina uylanuvdi, turmushga chiquvdi, turmushi bo'lmay tarqab ketdi. Uni qanaqadir sizga haligi mamlaqa ekan demaydi-da, menimcha ko'proq bu yerda yolg'on ma'lumotlardan ishlatib o'zini oqlashga harakat qiladi deb o'ylayman aholida ayrimlar. Maktab eng nazorat ostidagi joy. Kameralar bugungi kunda o'rnatilgan, chiqib ketish, kelish, eshik tagidan nazorat bor. Hamma joy eng nazoratga olingan joy maktab, lekin aynan narkotikka berilish, giyohvandlik moddalariga berilish maktab bo'lib qolyapti-da. Nima ish qilyapsizlar? Samarasiz bo'lib qolmayaptimi? Maktab o'quvchilari soni masalan 2024-yilda
59 tani tashkil qilgan. Maktab o'quvchilari va litsey o'quvchilari soni 24 tani tashkil qilgan va talabalar 126 ta respublika bo'yicha 126 nafarni tashkil qilgan. Bu narko jinoyatlar sodir qilgan shaxslar tarkibida. Demak, bir narsani men alohida aytgan bo'lardimki, mana Furqat akam hozir ota-onalarga asosiy e'tiborni qaratdiki, yana bitta biz e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan joy bu aytib o'tganingizdek maktab hamda oliy ta'lim muassasalari va undagi o'qituvchilar hamda o'sha professorlar, ustozlarimiz bo'ladi. Nimaga? Bitta tendensiya biz kuzatamizki, agar qaysidir maktabda giyohvand yoki narko jinoyatchi aniqlansa, bu maktab xuddi obro'si yo'q, yaxshi maktab emasdek, u yerda hamma giyohvanddek yoki hamma jinoyatchidek tasavvur uyg'otganday bo'ladi va shuning uchun nima bo'ladiki, maktabda aniqlansa ham iloji bo'lsa yashirishga, bildirmaslikka, aytmaslikka harakat qilinadi. Lekin boshqa nuqtai nazardan maktab bu o'sha giyohvandni yoki giyohvandlik vositasi bilan shug'ullanib yurayotgan yoshni eng o'zini bildirib qo'yadigan joy. Nimaga? U albatta buni iste'mol qilayotganini maqtanadi. U uyida aytmasligi mumkin, ota-onasiga, aka-ukasiga, nimasiga yashirishi mumkin, aldab chiqishi mumkin. Lekin maktabda buni ochilish darajasi ancha yuqori. Shuning uchun o'qituvchilarimizdan men iltimos qilgan bo'lardimki, agar mana shunaqa holatlar bo'lsa, bu maktabda aytib o'tganimdek namoyon bo'lishi ehtimoli kuchli. Shunda shunga e'tiborsizlik qilmasdan tezroq uni ota-onasi hamda masalan o'sha profilaktika inspektorlari yordamida bu bolani to'g'ri yo'lga kiritish. Chunki xavotirli narsa nima? Xavotirli narsa sintetik giyohvandlik vositalarini trend ko'rinishiga kelish. Yashirin trend, ya'ni yoshlar o'rtasida mana bilasiz, yaxshi ma'nodagi trendlar bor va yomon yoki ma'naviyatni buzuvchi yoki sog'ligiga ta'sir qiluvchi yoki axloqiga ta'sir qiluvchi trendlar ham. Mana shu jihatga aylanmasligida o'qituvchi va ustozlarimizdan ham iltimos qilardik. Shifokor sifatida qanaqa qaraysiz shunda? Ota-ona giyohvand bo'lsa, u qanchalik xafa bor? Shifokor sifatida aytamanki, otasi ham, onasi ham giyohvand bu oilalarda ham juda ham yaxshi tarbiya ko'rgan, kelajagi porloq farzandlar ham ulg'ayib qoladi. Paradoks sifatida. Lekin har doim ham biza o'sha biladigan qush uyasida albatta ko'rganini qiladigan narsa har doim ham ishlayvermaydi. Ya'ni zarar yetkazib qo'ymaydimi? Zarar yetkazib qo'yish ehtimoli ko'p. Olib qo'yish men ham tarafdoriman. Lekin shifokorlar misol uchun o'sha sud organlari yoki tegishli boshqa organlar mana shu bemor haqida xarakteristika bering yoki ushbu bemorni misol uchun u yoki bu jihatlari to'g'risida otalik yoki onalik majburiyatini bajara olmasligi potensial to'g'risida ma'lumot bering desa, tibbiy nuqtai nazardan biz ma'lumotni taqdim etamiz. Lekin aynan mahrum qilish masalasi, huquqini cheklash yoki undan mahrum qilish bu baribir sud organlari vakolati. Shifokor sifatida giyohvand ota-onani mani o'zim shaxsiy fikrimni bilmoqchimiz. Yo'q, men unaqaga qo'shila olmayman. Men har bitta giyohvandlikka chalingan insonlarni bemor sifatida ko'raman. Ular ham baribir bemor. Ular ham inson, ular ham kimnidir farzandi, kimnidir otasi, onasi. To'g'ri, ular qanaqadir sabablarga ko'ra shu dardga chalinishgan. Lekin baribir ular inson, men ularni agar o'zimni insoniylik nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsam, sizni bu fikringizga qo'shila olmayman. Rahmat. Biz bilamiz, hattoki prezidentlar, mashhur bo'lgan prezidentlarning orasida ham giyohvandlikdan keyin karyera qilib shu darajaga yetib kelganlar bor. Ya'ni giyohvandlik bu hayot tugadi degani emas. Davolanish kerak, davom etish kerak. Umuman mazmunli suhbatingiz uchun rahmat katta. Bizda bunaqa imkoniyatlar yetarli. Bemalol qilish mumkin. Balki. Rahmat kattakon.